Umri, yoshlik davri chet elda og'ir mehnatda kechgan Hasanboy oxir oqibat belida og'riqli dard orttirdi. Do'stlaridan ko'pdan ko'p maslahat oldi. Birovi beliga tuxum yopishni, qo'shnisi Madina xola esa yantoq gulini ko'ziga qo'ysa, bel og'rig'i qolishini ko'p ta'kidladilar. Shu beli og'riyapti, shamollagansan, qo'yoqdan sutab qo'y deydi. Hamma maslahatlarni qo'llab ko'rdilar hamki, foyda bermadi. Kundan kun ahvoli og'irlashgach esa Qo'qonga mashhur silovchi tabibga olib bordilar. Qo'qonga tik oyoq borgan Hasanboy, qani, o'rnini ko'rsating-chi. Qo'rqmang. uyiga tez yordam mashinasida qaytdi. Husanboy esa uni shifokorga ko'rsatishga zo'rg'a ko'ndirdi. Tuxum yopib, qo'y yog'i surtib yantoq gulini qo'yishdan, tabibga qatnashdan oldin kelganingizda bitta ukol bilan tuzaladigan kasal ekan, dedi doktor. Endi esa jarrohlik stoliga yotmasa bo'lmaydigan Hasanboyning ko'z oldidan surtilgan qo'y yog'lari, yopilgan tuxumlar, silayotgan tabiblar bir-bir o'tdi. Xo'sh, siz bemorlikda kimga murojaat qilasiz?